Assalomu alaykum akalar, ukalar, opalar, singlar. Mana avtobus ichidan sizlarga gapirib bormoqdamiz. Kimdan kim Toshkentdan Moskvaga yoki Moskvadan Toshkentga ketmoqchi bo'lsa, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Dushanba, seshanba, payshanba hamda juma kunlari Toshkentdan Moskva shahriga reyslarimiz bor. Moskvadan esa har kuni reyslarimiz amalga oshiryapti, chunki Moskvadan направленияmiz yo'q. Shimkent shahriga tug'anlarni ham jo'natamiz. Tomirlarimizni, bovurlarimizni Bishkek shahriga через Shimkent tug'anlarni ham mekendoshlarni ham jo'natamiz. Bemalol kelib, shunday komfortabilniy avtobuslarda совместный ketsanglar bo'ladi. Через Shimkent, Bishkekka yetib olasizlar. Avtobuslarimiz qulaylari o'ta ideal holatda. Mana hozirda tomirlarimiz ketyapti. Assalomu alaykum, Tomir. Turkistonda qayerdansizlar? O'zdanmi? Mana kelib ketsa bo'lar ekanmi? Как положено. Oldi xatolarni tavsiya qilinib, sizlarga va'da qilinib o'tirib ketyapsizlar. To'g'rimi? Avtobuslar yangi. Mana avtobuslarimiz shunaqa holatda. Kimda kim shunday komfortabilniy avtobuslarda ketmoqchi bo'lsa, mana yo'lovchilar, opalarimiz mana ketyapti, ayol kishilar. Assalomu alaykum opa, yaxshimisiz? Faqat akalar, ukalar, avtobuslarimizda ketadigan insonlarga bir qator yana aytib qo'yaman. Bu avtobuslarimiz davlat tomonidan qo'yilgan resmiy avtobus bo'lsa ham, registratsiya srogi tugagan bo'lsa, avtobusda vodiylar javob bermaydi. Keyin vodiylarimiz keladigan bo'lsak, bizda shofyorlarimiz 3 tadan bo'lib, ular to'xtamasdan sizlarda manzilga 2,5, ya'ni soat hisobladigan bo'lsak 68-70 soat davomida manzilga yetkazib qo'yishga harakat qiladi. Rossiya tamojidan chiqish hamda Qozog'iston tamojiga kirish jarayonida hozirda biz 65-70 kilogramgacha yuk olib kelsalar olmaymiz. Shu yerda sizlardan 200 rubl yoki 300 rubl talab qilinadi. Nimagaki avtobusda so'mkalar tushirmaslik uchun. Lekin o'zimiz O'zbekiston hududiga kirayotganda hamma so'mkaligini tushiradi, lentadan как положено o'tkaziladi. Shuni esdan chiqarmanglar. Kanalda yangi bo'lsanglar, bittadan подписаться tugmachasini bosib qo'yinglar, like bosinglar, kommentariyada izoh qoldiringlar. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'ling.